97-yilda qurilgan. Qaysi dars o'tyapsizlar hozir? Yan boshqa Maktabinglarni yaxshilab beramiz. mana bunaqa Prям все emas. Qarang, yiqilib tushsa o'zini urib oladi-ku bu. Qanday ko'paydi biz remont qilamiz. Bo'lib bosqichma-bosqich qilaylik. Keyingisi nasoz. Ichimlik suv ta'minot. Ketdik. Bu eng kattasi shu magistralni bu Nechinchi yil deb qurilgan bu? 70-yil qurilgan. Muammo Shavkat Mirziyoyev ular energiya zapravkalar ko'p. Ular qarzi bor. Подожди, yangi nasosga 35 milliard kerak. A bularning qarzi 31 milliard. 31 milliard. Kam ishlaydi, ko'proq suv chiqarib beradi. Hurmatli prezidentimiz faqat qayg'uradilar odamlarning kayfiyatiga. Kelaman men Yalvarda. Yopib tashlagansizlar-ku bog'chani. Hamon yopish. Talbalarda elektr ta'minotida ham muammolar bor. Dastur qilib bersak, ular uchun alohida hayot tarzi o'zgaradi. Mahalladagi yo'li 1 kilometr yo'l asfalt qilinadi. 500 ta bola gapiramiz. Shuncha bolalaring bog'chasiz ekan-ku. nevaralar kelganda bunaqa ahvol bo'lib qoldi. Shuni o'ylab shu 590 ta bolaga mo'ljallayapmiz-da. Ochilishiga keling. Yangi bino kerak. Joy masalasi. Tak, nima taklif? Menga tahlil qilib bergan. Buni o'to'g'ri-ku, qanaqa raqs rivojlanishi mumkin? Bunaqa masalada. Да, немножечко. To'rttalasi bo'yicha. Dasturga kirgizamiz bo'lmasam. 100 tadan ortiq muammolar hal qilindi. Xorazmda iqtisodiyot haqida kichkinagina bir savol qilish uchun To'g'ri juda past. ishmonlar ko'p yaratilyapti. Endi mana pullaring bor, shaffoflik kerak menga. Ko'p bo'ladi eshitish. Sizlar ham o'zlaringga mas'uliyat olib qisqa muddatda menga natijalar olib kelinglar.